Bugun men sizlarni dunyodagi eng qimmat, eng hashamatlik, ammo eng vahshiy bir ziyofatga taklif qildim. Bu yerda hamma narsa bor. Lazzatli choy, qiziqarli parang, kulki chaqchaq, muhit bek rahat. Ammo bugungi asosli tamoq nima bilamsizlar? Bu qo'y go'shi emas. Bu kala go'shi emas. Bu sizning eng yaqin do'stingizning yoki bir sabdishingizning yoki bir jamoat arbobining yengili kesib ilingan go'shi. Siz buni yeyalamsiz, tishlayalamsiz. Balki hozir ko'nglingiz ilishib, bu nima degan vahshiylik, men odam go'shi yemdim deb varqirishingiz mumkin. Ammo reallikka qaraylik. Biz har kuni choy paranglarda, telefon, WhatsApp, Telegram, Instagram gruppalarida dal mushu ishni qilyapmiz. Biz bir dasturxonga yig'ilamiz. O'ttirg'i bir odamning ismini tashlaymiz. Angladingmi? Palani undaq qipti, po'kini mundaq qipti. Ha, asli uning tegitakda mundaqki. Biz uning izzatini, inovatini va ishonchini titib choy bilan qo'shib yeyitamiz. Biz buningdan lazzatlanamiz. Biz buningdan kulishib huzur olamiz. Lekin Qur'oni Karimda Alloh taolo g'ayvatni dal mushundaq tasvirlaydi. Sizlarning biringlar o'lgan birodarining go'shini yeyishni yoqtiramdi? Albatta sizlar buni yoqtirmaysizlar. Diqqat qiling. Alloh tirik emas, o'lgan deydi. Nimishqa? Chunki siz g'ayvatini qilayotgan odam u yerda yo'q. U o'zini qo'g'dayolmaydi. Xuddi jasadga o'xshash. Siz qayerni kesib olsangiz, qarshilik qilinmaydi. Bu nomardlikning eng yuqori pallasi. Bugun biz millatni ichidan chirtayotgan, tashkilotlarni vayron qilayotgan, bizni bilmasdan odam xurga aylantirib qo'ygan bu virus, ya'ni g'ayvat haqida paranglashimiz. Yoshlar biz nimishga g'ayvat qilamiz? Nimishga palani shunda qipti degan gap bizga shunchalik tatliq tuyuladi. Psixologiyada buning ilmiy nomi bor. Information trafficking, uchur atkazchiligi. Inson tabiatida qo'lida maxfiy uchur bor odam o'zini muhim, qimmatlik, alohida, kuchli his qiladi. Siz do'stlaringiz orasida, "Hey, bir gapday, hech kimga demanglar-jumi? Angladinglarmi? Palani odam aslida" degan gapni boshlaganda nima yuz beradi? Hammalarning ko'zi sizga tikiladi. Hamma odam sizning og'zingizga qaraydi. Shu daqiqada ming'ingiz dopamin, ya'ni lazzat hormoni ajratib chiqadi. Siz o'zingizni markazdagi odam, uchurning xo'jayini deb his qilasiz. Demak, biz boshqalarning izzatini setish orqali o'zimizga 5 minutlik arzon obro'y setib olamiz. Bu bir xil ruhiy fohishvozlik. O'zingizning qimmatini yaratish uchun boshqalarning maxfiyatini bozorga solasiz. Buning ziyni nima? Ijtimoiy kapitalning vayron bo'lishi. Davlat qurish uchun eng muhim narsa pul emas, qurolma emas, eng muhim narsa ishonch. Bir zanjirni o'ylang. G'ayvat. Mana shu zanjirning ustiga to'kilgan kislota. Agar men sizning bir yerda mening orqamdan gap qilganligingizni bilsam, men siz bilan bir sapda turib dushmanga o'q ata olamdim. Yo'q. Chunki men qo'rqaman. Bu odam bugun mening gapimni qildi. Ati meni dushmanga setib yetishi mumkin deb o'ylayman. Shuning bilan zanjir uziladi. Bizning tashkilotlarimiz nimishqa o'rilib tushdi? Nimishqa birlashamaymiz? Chunki oramizdagi g'ayvat kislotasi bizni bir-birimizga choplashamaydigan, har kim o'zidan boshqa hech kimga ishonmaydigan yolg'iz bo'rlarga aylantirib qo'ydi. Keling, masalaga axloqiy nuqtadan emas, davlat bexatarligi nuqtasidan qaraylik. Bir dushmanning josuslik organi uchun eng yaxshi ko'radigan millat qandoq bo'ladi? Javob: g'ayvatchi millat. Agar sizning og'zingiz bo'sh bo'lsa, sizning sir saqlash iqtidoringiz nol bo'lsa, dushman sizning ishingizga 007 josuslarni avatishining hech hojati yo'q. Ular faqat bir Uyg'ur oshxonasida, choyxonasida yoki WhatsApp guruhlarida o'ltirib, sizning g'ayvatlaringizni anglasizlar kifoya. Siz nimadan davatsiz? Palon tashkilotning ichida jidal bormish, paloni boy aslida pulni bu yerdan topamish, paloni rahbarning oilasida masala bor ekan, paloni kishining xizmatini iqtisoddan pokoni boy qo'llamish deganga o'xshash. Siz bu gaplarni qiziqarli parang deb qilyapsiz. Ammo dushman buni istixborot uchuri deb xotirlayotdi. Siz g'ayvat qilish orqali dushmanga o'z sabdoshlaringizning ojiz nuqtalarini, ishki sirlarini haqsiz hech qanday badal to'lamayla sunib beryapsiz. Payg'ambarimiz aytgan, mo'min hamma gunohni qilishi mumkin, ammo aslo yolg'onchi va xiyonatkor bo'lmaydi. G'ayvat
bir xil xoinlik hisoblanadi. Chunki siz qarindishingizning omonatlarini qo'g'dimidingiz. Mening izbosar qarindoshlarim, davlat quradigan yoshlar, eg'izi mahkam, sirni tuta oladigan, yuta oladigan, qarindishining aybini ko'simi uni yipib o'talaydigan sanduq kabi insonlardir. Agar og'zingiz algakka o'xshash bo'lsa, sizga suvmi to'xtamaydi, sirmi to'xtamaydi, davlatmi to'xtamaydi. Xo'sh, g'ayvatni qandoq to'xtatamiz? Nafsimiz gap qilishga xumor bo'lib turganda torimizni qandoq dasaymiz? Men sizga 3 suzgich siniqini deb beraman. Qachoniki biraylan sizga "Hey, angladingmi? Palani" deb gap boshlasa, yoki siz bir gapni qilmoqchi bo'lsangiz, darhol mushu 3 savolni so'rang. Birinchi suzgich: haqiqat. Sen bu gapning 100% rostligiga kapolat qila olamsan? O'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Agar javob "Yo'q, anglashimcha to'g'ri bundaq deyildi" bo'lsa, darhol to'xtang. Aniqlamagan gapni tarqitish yolg'onchilikdir. Ikkinchi suzgich: yaxshilik. Bu gapning ichida biror yaxshilik bormi? Buni desam shu odamga yoki millatga foydasi bormi? Agar javob yo'q, faqat uning aybini ochidi bo'lsa, darhol to'xtang. Siz axlat to'shyapsiz. Eg'izingiz axlat sanduq emas. Uchinchi suzgich: zaruriyat. Bu gapni bilishimning biror zaruriyati bormi? Bu uchur biror masalani hal qilamdi. Agar javob yo'q, faqat qiziq bo'lgani uchunlar bo'lsa, darhol to'xtang. Vaqt isrof qilmang. Agar bir gap rost bo'lmasa, yaxshi bo'lmasa, zarur bo'lmasa, undaqda uni nimishqa deysiz? Uni nimishqa anglaysiz? Shu joyda "Birodar, bu temani to'xtatayli, boshqa gap qilayli" deydigan jasorat sizda bormi? Mana bu haqiqiy do'stlik. Xulos qilgan bo'lsak, g'ayvat kichkina gunoh emas. U millatning immun sistemasini buzadigan rak. U dushmanga xizmat qiladigan josuslik. U qarindishining go'shini yeydigan vahshiylik. Biz davlat quramiz deymiz. Davlatning tunji sharti bexatarlik. Agar siz o'z tilingizga ega bo'lolmasangiz, millatning siriga hargizmi ega bo'lolmaysiz. Bugungi 10-topshiriq. Biz bugun 24 soatlik g'ayvat ro'zasi tutamiz. Birinchi, bugun hech kim to'g'risida u yo'q yerda gap qilmang. Hatto maqtabmi gap qilmang. Chunki maqtash oxiri g'ayvatga aylanib ketadi. Ikkinchi, agar yeningizda biraylan g'ayvat boshlasa, siz aktiv to'squchi bo'ling. Uningga qarindishim, u yo'q yerda uning gapini qilmayli bo'lamdi odam. Uchinchi, agar to'rda biror shaxsga hujum qilingan yozmani ko'rsangiz, inkas yozmang. Tarqatmang. Shu yerda zanjirni uzib eting. Mana buni qila olsangiz, siz millatning birlik temiga tushayotgan bir tomchi kislotani to'sib qolgan bo'lasiz. Siz davlatning bir to'shkini yamagan bo'lasiz. Pokiz til, pokiz qalb kuchlik sap deganlikdir. Inshaalloh ata, ya'ni 11-qismda omonat va va'da temasida paranglashamiz. Allohga omonat.